Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oila zodi qanday ijtimoiy birlik? Oilaning iqtidori, funksiyasi, roli nima? Oilaning baxt sariti bilan millatning baxt iqboli o'rtasida qanday ishki bog'lanish bor? Bu masalaga marhum olim professor Abdushukur Muhammad Emin apandining Şinjan Universiteti nashriyat tarafidan nashr qilingan Oila nomli kitobidan javob topiladi. Bugungi suhbatimiz marhum olim Abdushukur Muhammad Eminning qo'lida o'qigan ikki o'quvchisi bilan birga bo'ladi. Bulardan biri Şinjan Ma'rif nashriyatining kandidat oliy muharriri, to'nilgan obzorchi Yalqin Ro'zi. Yana biri Şinjan Universiteti Filologiya institutining doktori, dotsent, adabiyot tadqiqotchisi, obzorchi Matrusin Eliyapan. Adam o'yga solgan eng qimmatli so'zi mening yana oilam bor bo'ldi degan. Shu oilaning illiqligini sezadigan bir qalb bo'lsa, jonning muzlab ketishini asramasak bo'ldi ekanda. Oila tarbiyasi dasturi bilan ta'minlash maqsadida bu asarni yozib chiqqan. Bizga ma'lum hamda oila jamiyatining yadrosi. Farzandlar eng avval shu oilada shu insonparvarlik tarbiyasini, millatparvarlik tarbiyasini va axloq safa jihati tarbiyalarni elib kishiliklashish, jamiyatlashish davomida jamiyatning har qaysi qatlamlariga singib ketadi. Lekin mushlar jamiyatning har qaysi qatlamlariga singishish, tarqalish davomida o'z oilasidan tunji insoniyatning insonparvarlik ruhining bixlarini va tindurmalarini shakllantirgan bo'ladi. Undaq yapınki siz Abdushukur Muhammad apandininki Oila nomli kitobiga yondashgan holda shu oila ufqumiga bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Bir vaqtda bir matbuotda shundaq bir qisqa materialni ko'rdim. Buningda Los Angeles shahrida, Amerikaninki Los Angeles shahrida bir kishi mas'ulib yo'lda yetib qoldi deydi. Bu yo'lda yetib qolgan kishini soqchi ko'rib qarasa, shu mahalladagi bir danglik boy ekan. Sizni oilangizga olib qo'yaylik desa, mening oilam yo'q debdi. Voy, mushu dachi sizning qo'y desa, u mening uyim, bu mening oilam emas degan. Demak, bu nimani tushundirdi deganda, u Zardar boyninki yetib qopadigan uyi bo'lsa-mu, ammo baxtlik, uningga huzur beradigan, uningga ma'naviy jarohatlarga, ichki pushuqlarga shifo beradigan bir ko'ngillik oilasi yo'q. U mushu nuqtani aytganda bir gaday. Bu gapdan nima ma'no chiqadi deganda, oila degan nima degan ma'noga mushunda xalqi hikoyalar orqali yondashgan. Mushu boyninki qisqa hikoyasidan Rossiyalik mashhur filosof Gertsenninki bir mashhur so'zi esimizga keladi. Gertsen nima degan deganda, oilasi yo'q yolg'iz odamning hayoti har qancha farovon o'simi, undaq hayot gadoylikdan boshqa narsa emas degan. Demak, bir odam bo'ytoqlik, tanholik, yolg'izlik ichida hayotini boy-boyashat o'tkazsa-mu, ammo uning hayoti tegi-tegidan aytganda bir xil gadoylik farab turadigan, ma'nisizlik yamrab turadigan shundaq bir arzimas hayot bo'ldi ekan. Shuna Gertsenninki bu mashhur so'zi bilan shu Los Angeles shahridagi shu baxtsiz boyninki hikoyasi bizga oilaning nima ekanligini ma'lum jihatdan tushuntirib beradi. Yana bir hikoyada mundaq ta'riflangan. O'sha Rwanda qirg'inchiligi mezgilida bir odamninki oilasidagi 10 necha jon terib beran bo'lib ketibdi. Shuning bilan bu o'zininki o'sha oilasidan izlasa faqat bir qizining ham hayotligi haqidagi bir uchurga erishibdi. Shuning bilan bu o'zining qizini izlab 3 yil Rwandani oralab oxiri o'zining qizini topdi. Qizini topgan vaqtda degan buning so'zi nima deganda, odamning o'yga soladigan eng qimmatli so'zi mening yana oilam bor bo'ldi degan. O'shunda bir mashhur odamning yuragini larzaga sardigan bir so'z. Demak, bir oilasini yo'qotib qo'ygan bir baxtsiz dada o'zining qizini topib olgan vaqtda yana mening oilam bo'ldi degan. Demak, oila degan nima desa, u bir mehr muhabbatning buliqi. Bir mehr muhabbatning rishtasi bog'lanib turadigan bir birlik. Demak, oilaninki mushunda xilqi tushuntirilishi xatomi deganda xato emas, ammo bu mutafakkirona ta'bir bo'lanmaydi. Abdushukur Muhammad apandimning Oila degan kitobida oilaga berilgan aniqlama, u kishi o'zi filosof bo'lg'achqa bu masalada nayta mutafakkirona qalam bilan cho'nqur atrofliq bir ta'rif bergan. O'zining ta'rifini 4 muhim omil, 8 muhim shart asosida tushundirgan. Abdushukur ma'lum shu oilaning muhimligini ta'kidlagan vaqtda bir mashhur gapni qildi. Bir xalqningki hech qanday ijtimoiy va iqtisodiy birligi, muassasa sistemasi bo'lmagan ahvoldami, uning cho'qim oilasi bo'lish kerak.
oila sistemasi bo'lish kerak, oilani tutib turadigan axloq va odatlari bo'lish kerak deydi. Olim oilani ta'riflagan vaqtda oila kuch-quvvatning manbasi, oila magnit maydoni, oila muhabbat rishtasi deb mushundoq ta'riflaydi. Demak, oilaga nayt atrofliq, cho'nqur ham odamni o'ylantiradigan mushundoq javoblarni bergan. Ham o'zi shu kitobda g'arb va sharqningki mutafakkirlari o'tirib qo'ygan oilaga munosabatli ta'birlarga tanqidiy baho berib turib, oxirida o'zininki mana shu 4 muhim omil va 8 muhim shart asosidagi ta'rifini o'tirib chiqargan. Demak, o'zininki o'tirib qo'ygan ta'rifi yoki ta'bir ham ijodiy, ham atrofliq bo'lgan. Demak, gapingizga qaragan chaqda shu oilaning illiqligini sezadigan bir qalb bo'lsa, jonning muzlab ketishidan asrimsak bo'ldi ekanda. Demak, oilaningki odamga beradigan eng zo'r baxt tuyg'usi mehr muhabbatdan iborat. Mehr muhabbatga to'yingan bir oila bir baxt gulistoni bo'la oladi. Shunda, to'g'ri. Matrusim olim, siz endi oila nomli kitobni o'qigandan keyin olim Abdushukur Muhammad ibn Afandaningki mushu asardagi chunqur muddosini va ilmiy pozitsiyasini siz qaysi taraflarni his qilib yetdingiz? Marhum Abdushukur Muhammad ibn Afandi o'zininki shu oila nomli kitobini albatta atrofliq o'ylanishdan keyin ro'yobga chiqargan. Abdushukur Afandimning endi shu o'lib ketishdan sal ilgari, hisobda 1 yilga yaqin ilgari tamomlagan asarlarining birisi naq shu oila nomli kitob. Endi Abdushukur Afandim shu mazgillarda nurg'un masalalar haqida o'ylangan, qayta tafakkur qilgan, milliy kimlik masalalaridan boshlab o'zlikni tunish, milliy madaniyatninki mavjudligi, uning taqdir qismati qatorliq nurg'un masalalar haqida atrofliq mulohazalarni yapgan. Ana shu masalalar haqidagi mulohazalari tabiiy holda oila masalasiga berib chetilgan. Shuning bilan Abdushukur Afandim oila haqida bir atrofliq sistemlik tadqiqot olib berish o'yiga kelgan meningcha. Shuning bilan shu oila nomli tadqiqot asarni barliqqa keltirgan. Bu asarni yozishdagi muddasini avtorning shu asarning kirish so'zi, xotimasi, shundaqla bir butun asarningki umum mazmundan qaraganda avtorningki shu asarni yozishdagi muddasini bir necha tarafga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchidan, keng o'qirmanlarga oila haqida, oilaningki roli, ijtimoiy ta'siri, shakllari, kelib chiqishi, mohiyati, oilaningki tashkiliy a'zolari va ularningki o'rni, roli qatorliqlar haqida bir qadar atrofliq tushuncha berish. Shu orqali keng o'qirmanlarda to'g'ri ilmiy bo'lgan oila tushunchisini shakllantirish. Ikkinchi birisi oilaningki yolg'iz bir ijtimoiy birlikli bo'lib qolmasdan, balki bir millatning madaniyat taraqqiyotida, bir millatning mavjudligida nihoyat muhim rol o'ynaydiganligini yosh ota-onalarga his qildirish, oilaning madaniyat, milliy millat mavjudligining kapolat ekanligini, oilaning milliy madaniyat tarbiyasining dastlabki bazasi ekanligini, shundaqla oilaning qoida usul, hunar kasb, adab axloq, odamiylik o'rgatadigan tunji maktab ekanligini yosh ota-onalarga bildirish. Shu orqali ularda bir xil majburiyat, mas'uliyat tuyg'usini, ya'ni jamiyatga mas'ul bo'lish, yolg'iz oilaga mas'ul bo'lishlar emas, amaliyotda oilaga mas'ul bo'lishning o'zimi jamiyatga mas'ul bo'lish, millatga mas'ul bo'lish. Ya'ni mushundoq bir ruhni, shundoq bir tuyg'uni yetildirish maqsadida oila temasida qalam tavratgan. Ya'ni uchinchi birisi oilaningki milliy an'anaviy madaniyatni qo'g'daydigan, uningki sog'lom taraqqiyotiga, shundaqla izchil davomlashishiga
kapolatlik qiladigan bir mudofaa qo'rg'inish ekanligini farzandlik ota-onalarga bildirish orqali ularni endi dastlabki qadamdagi bir dastur bilan oila tarbiyasi dasturi bilan ta'minlash maqsadida bu asarni yozib chiqqan deyishga bo'ladi. Oilaning o'zi kichik bir el, bir davlat endi. Oilaningki millatning mavjudligidagi birlamchi qurilish ekanligini aytib muhim nuqtada o'tirib qo'yilgan. Bu kitobning o'rnini hech qanday tarjima asar basanmaydi, iginlanmaydi deb qarayman. Bu kitobdan bu shu oilaning ta'biridan boshlab toki oiladagi 4 xil omil, undan keyin oila farzand, oila a'zolarininki mas'uliyati, burchi, oilaning rol funksiyasi, iqtidori, eng oxiriga qarab bu hatto yashanganlarning fazilati to'g'riliq inchkina sistemlik, ilmiy pozitsiya bilan muomala qilgan bu kitob qanday turalqi oila masalasini o'qila oldiki bir xil biologiyalik, ya'ni avlod ko'paytirish tarbiyadagi materiallar emas, uning amaliyotda bir kichik mamlakat, bir kichik jamiyat ekanligini, bizning axloqimizning, oila tadqiqotimizning qanchalik darajada bo'layotganligidan iborat masalalarga yetib turib, ilmiy oldi sharhlab o'tgan. Yaqinga bizga ma'lum oilaning o'zi bir mehr-muhabbat bo'liqi, o bir kichik bir el, bir davlat endi o. Farzandlarimiz mushu eldan, mushu davlatdan o'ziga kerakli bo'lgan mehr-muhabbatni, dunyo qarashni, qimmat qarashni, shundaqla an'ana qarashlarini shakllantirgan bo'ladi endi. Oila nomli kitobning kelishidagi kirish so'ziga qarasak, avtorning mundaq yurak so'zlarini tushirdi ekanmiz. Oila nomli bu kitob o'qirmanlarimizningki bir ko'ngildagidek bir maslahat dasturi bo'lsa, shundaqla eng suyimlik bir qo'yin deb turib qolsa ajab emas degan olimning yurak so'zlarini bu kitobning kirishimizdan tushirdi ekanmiz. Unda qolgan vaqtda endi mushu Abdushukur Muhammad Emin apandininki oila nomli kitobi biz uchun zodi qanchalik maslahat dasturi bo'la oladi. Mushaqdagi qarashlaringizni anglab boqqan bo'lsa. Bu kitob haqiqatan odatdagi nasihat xarakterli kitob emas. Bu kishini o'yga soladigan, sevgitadigan, avtorning nurg'un endishlik bayonlari o'tirib qo'yilgan mulohizlik kitob. Bu kitob biz uchun zot qaysi jihatdan qimmatli deganda, nima uchun qo'yin deb turib qilamiz, nima uchun suyimlik bir xil maslahat dasturi qilamiz deganda, bu kitobda biz hozir duch kelayotgan krizisga taqobil turadigan nurg'un aqliy hikmatlar bor. Hozir Uyg'ur jamiyati yoki bizning cho'ng shaharlarimiz duch kelayotgan, ko'proq ko'rilayotgan bir masala nikah krizisi masalasi. Odamlar qaramoqqa siz qarasangiz, to'y-to'ykunlarga kelayotgan er-xotinlar qarasangiz, chiroylar poqirab turgan, baxtiyorlik nurlar tepchib turgan, kiyimlar shundoq salopatlik yurish-turishlari shundoq. Ammo mushu er-xotinlarningki oiladagi turmushimi siz ko'rgan hodisiy qiyofatidek shundoq go'zal, shundoq chiroylikmi, shundoq bular inoq o'tamdi deganda noto'g'ri. Hozir oilalarning sufati ilgirki oilalarning sufatiga yetmaydi. Inoqlik sufati yetmaydi. Hozir cho'ng shaharlarda ajrish nisbati bek yuqori bo'libmi, Urumchidek cho'ng shaharlar texim shundoq. Dengiz bo'yidagi cho'ng shaharlarda shundoq ekan Jungoninki. Demak, jamiyatning taraqqiyoti oilaga zo'r bir bo'linish, krizis ekiladi. Erlar va ayollar o'tirisidagi hissiyot majralari, iqtisodiy majralar, huquq majralari tugamayotdi. Siz ularning to'yga kelgan vaqtidagi chiroyli holatni qarasangiz, Urumchida baxtsiz oila yo'qdek o'ylaysiz-ku, jidal majra hech qanday oila bo'lmas kerak deb o'ylaysiz. Amaliyotda oilaga ichkirlab kirsangiz, masala bek og'ir. Buni biz mushunda Abdushukur Muhammadning ma'lumga o'xshash mutafakkirona bir nazar bilan, aqliy bir ko'z bilan mulohaza qila olsak, kuzatsak bayqay olamiz. Hozirgi paket dal kishilarda bir yo'shirin ongninki, yo'shirin yuzlanishning shakllanishi. U nima deganda, oilani iqtisodiy jihatdan yuk deb qaraydigan. Oilani bir feodallik axloqninki kishini, odamni bo'g'ib turdi deb qaraydigan. Oilani erkinlikninki iskanjisi deb qaraydigan mushunda ko'z qarash nurg'un yoshlarimizga yoki ba'zi kishilarga sinib kiryotdi. Bu odamlar oilaga nisbatan talpinishi shakllanmasdan oiladan sovush xohishi bek kuchli.
amaliyotda Abdushukur Mahmudov muallimning kitobida oilaningki millatning mavjudligidagi birlamchi qurilish ekanligini aytib muhim nuqtada o'tirib qo'yilgan. Agar biz mush kitobdagi shu hikmatlarningki, shu ko'rsatmalarning, shu andishlik bayonlarning tagiga yetalisak, hozir biz duch kelayotgan nurg'un krizislarni, oilada ko'rilayotgan o'rinsiz talash tortishlar, o'rinsiz jidal majaralar, yengil taklif bilan oilani vayron qilishlarningki oldini ola olamiz yoki ba'zi duch kelgan krizislarni hal qilib keta olamiz. Shunga bu kitob bizga nisbatan haqiqatdanmi ko'rsatma xarakterlik, dastur xarakterlik bir qimmati bor deb ayta olamiz. Matursun ma'lum qaraydigan bo'lsak, hozir shu tilimizga tarjim qilinib, nashr qilinayotgan oila temasidagi nurg'un kitoblarni uchirtamiz. Masalan, Stina xonimning bola tarbiyasi, farzand tarbiyalash dasturi qatori nurg'un kitoblar hozir biz shu o'qirmonlarimizga uchirish keng ko'lam to'lib yetibdi bunday kitoblar. Endi mush kitoblar bilan Abdushukur Mahmudov apandininki shu oila nomli kitobininki farqini zodi nada deb qarasak bo'la. Endi bu oila, farzand deganlar endi bir dunyoviy hukm desakmi bo'ladi. Bu oila degan endi hamma millat, hamma qavmda mavjud. Bu har bir millatninki o'ziga xos bir qator madaniyat an'anasi, qoida usullari, adab, axloq mizollari bo'ladi. Mushu jihatdan elib aytganda bu oila va oila tarbiyasi masalalari ro'shan milliy xoslikqa ega bo'lgan bo'ladi. Bizga tarjima qilingan kitoblar masalan inglizlarning farzand tarbiyalash usuli, fransuzlarning farzand tarbiyalash usuli, talantiq bola qanday tarbiyalanadi deganga o'xshash kitoblar intayin jiq. Bu endi bolalarni aqliy jihatdan yetildirishda yoki bolalarda ma'lum bir sog'lom xarakterni, sog'lom psixikani yetildirishda bular endi rol o'ynaydi. Ularning rolini inkor qilolmaydi. Lekin ana bu Abdushukur apandimninki oila nomli bu kitobi qandoq bir asos ustiga qurilgan deganda milliy madaniyat asosiga, to'g'ri, milliy qoida usul, milliy adab axloqdan iborat mandaq bir asos ustiga qurilgan. Mushuni chiqish qilib turib Uyg'ur madaniyatini, Uyg'urninki milliy kimligini markaz qilgan holda Uyg'ur ota-onalarninki majburiyati, burchi, farzandlarninki majburiyati, burchi, ota-ona bilan farzandning munosabati, uningdagi muhabbat nikoh qarashlari Uyg'urlardagi odamiylik, qoida usul, ma bir qator masalalarni cho'r degan asosda o'zimizninki oilaviy masalalarni, oilaga chetiladigan masalalarni muhokama qiladi. Mushu jihatda bu kitobning o'rnini hech qanday tarjima asar basammaydi, egilayolmaydi deb qarayman. Oila millatni qo'yib chiqqan qilib deydi. Shu oilada mushundaq avlodlarni barliqqa keltirishning zaruriyatini samimizga kelayotdi. Ko'p ballarning kesishmisi nuqtasida bu masalani atrofli yuritgan. Yaqinqa oila nomli kitobni o'qigandan keyin bu kitobdagi bir jumla meni qattiq o'ylantirdi. Abdushukur Mahmudov apandi nima deydi deganda, oila millatni qo'yib chiqqan qilib deydi. Buning ma'no qatlamini yechib ko'rsatib chiqib bo'lamdi yaqinqa. Albatta bo'ldi. Olim kitobida nayte danishmanlarcha hukmlarni o'tirib qo'ygan. Mushning ichidagi kishini qattiq o'yga soldigan bir hukm bilan mush. Oila millatni qo'yib chiqqan qilib degan. Olim kitobida mundaq deydi. Qabila, millat oilada operida bo'lgan deydi. Shunday. Qabila va millatlarningki halokatimi oiladan boshlandi deydi. Bu nayte ulug'vor bir hukm. Oilaning vayronchiligi oxirida millatning vayronchiligiga olib bordi deydi. Shunga olim nim deganda bir odamning hech nimasi bo'lmasa-mu u bog'lanib turadigan bir oilasi bo'lish kerak deb o'tirib qo'ygan. Oila millatni qo'yib chiqadigan qilib degan gapni optor 5 jihatdan sharhlagan. Birinchisi millatning nasl bushki deydi. Oila degan millatning naslini barliq keltiradigan bir bo'shik deydi. Ikkinchidan oila milliy tilni shakllantiradigan tunji maktab degan. Demak, avlodlarga ona tilini o'rgatadigan tunji maktab deydi. Uchinchi jihatdan milliy psixikaning shakllanishiga turtki bo'ladigan bir buloq deydi.
to'rtinchi jihatdan deganda milliy madaniyatni o'zlashtiradigan tunji o'choq deydi. Kishini o'ylantiradigan yana bir ta'rif nima deganda milliy iqtisodiy turmush o'rtoqligining tunji halqasi degan gap. Bu gap nihoyat muhim gap. Bir millatninki milliy iqtisodiy turmushimi uning mavjudligidagi sal chaqliqli bo'lmaydigan intayin muhim bir halqa. Dal mushu nuqtanimi olim mushu oiladan boshlandi degan. Mushu oilali bo'ladigan milliy iqtisodiy turmushninki halqalari bir-biriga bog'langan holda mavjud bo'lib turdi dedi. Iqtisod ongni belgilaydi degan gap hammamizga tonish bir hukm. Bir millatninki hayotida bir milliy iqtisodiy zanjirning bo'lishi shu millatninki mavjudlik hayot uchun intayin muhim kafolat. Demak, oilaning mavjudligi dal mana mushuni bir-biriga tutashtirib turadigan yoki mushu zanjirning uzilib ketmasligiga mavjud bo'lib turishga kafolat qiladigan bir muhim boylik ekan. Demak, olimninki mushu hukmni o'tirib qo'yishiningki jiltiz nega bordi deganda, jo'shqin, jasoratlik hayotning turli davolaridan oshalaydigan, turmushning turli do'qonlarini yengalaydigan yoki raqobat janggohlarda mag'lub bo'lib ketmaydigan mushundaq bir jasoratlik bir avlodlarning yetilishini shu oilada mushundaq avlodlarni barliqqa keltirishning zaruriyatini hammamizga selyapti. Mush nuqtadan qaragan vaqtingizda biz albatta oila nomli kitobdan biz yuqorida mulohaza qilayotgan mushu terminlarni, mushu munosabat qatlamlarni, mushu masala taraflarni his qilib bitirlaydi ekanmiz. Unda bo'lganda Matrusum ma'lum mush kitobdan endi xos bir o'zgachilikka deyishga to'g'ri kelsa biz qaysi tarafdan ko'rsatsak bo'lar? Hammamizga ma'lum, Abdushukur apandim yetuk olim. Hamma jihatda, hatto bu ijtimoiy fandan olib tabiiy fanlardimi tadqiqot natijalari bor. Shundoq bo'lg'achqa o'zining shu boshqa fanlardagi o'zgachiliklarni shu oila masalasiga yaxshi tatbiqlab turib, ko'p fanlarning kesishmasi nuqtasida bu masalani atrofli yuritgan. Endi bu kitobdagi yana bir o'zgachilik Abdur har bir masalani muhokama qilganda yolg'iz o'ziningki cho'nqur falsafiylikka ega mulohazalarini o'tirib qo'yib qolmasdan, balki shu masalaga munosabatlik ilmiz va chatal shoirlari, yozuvchilari, mutafakkirlarninki nurg'un hikmatlarini qistirdi yoki naql oldi. Mushu orqali bir tarafdan o'z ko'z qarashlarininki ishonchlik darajasini oshirsa, o'z hukmining to'g'riliq darajasini, o'z ko'z qarashlarininki ishonchlik darajasini oshirsa, yana bir tarafdan asarninki ilmiyligini texmi mushu orqali oshirgan. Bir go'zal oilani qurgan erlar ayol cho'qim bugungi kunda shu jamiyatning shu millatning qahramonlari bo'lishga munosib deb qarayman. Oila bilan to'mirdosh, nasldosh, tiniqdosh bo'lib ketgan ekan. Yaqinki hamda shu Abdushukur Mamtimin apandininki oil nomli shu kitobida qayd qilingan shu oil engi shu xalqimizningki oil to'g'riliq tushunchasi shundaqla oil engininki shakllanishi shundaqla yuksalishida qanday turtkilik ahamiyatga ega. Abdushukur apandim kitobida oila engini nihoyatda muhim o'rin qo'yib muhokama qilgan. Odatda oila engi hammalardan bo'lavermaydi. Hammamiz oilada cho'ng bo'lgan bilan, ko'pinchimizningki nihoyatda mutlaq kishilarning oilasi bo'lgan bilan oila engi bo'lishi notayin. Bu xuddi Abdushukur Mamtimin aytgandek, bir umr navoiylik qilgan odamdan non degan nima desa javob berolmay tanqirqab turib qolishi mumkin degan. Eynishtiyimmi biliq bir umr suvda yashagan bilan suv haqida hech narsa bilmasligi mumkin degan. Xuddi shunga o'xshash hamma odam oilada cho'ng bo'lgan, oila bilan bog'langan bo'lish bilan oila engiga ega deb ketila olmaydi. Shunga Abdushukur Ma'lumninki oila degan mush kitobida oila engininki nihoyat muhim o'rin qo'yib muhokama qilinishi bekor emas. Oldi bilan oila qurgan odamda bo'lish tegishli ong nima deganda bahramon bo'ladigan o'rin emas, beg'ishlaydigan o'rin deb bilish kerak. Oila degan odam o'zining borlig'ini beg'ishlaydigan bir o'rin u. U uyga kirib bahramon bo'laman, onamdan bahramon bo'laman, manamdan bahramon bo'laman desa, bo'libmi moddiy farovonlik, iqtisodiy masalalarda bahramon bo'lishni qo'ydi bo'lsa, oilani vayronlik qiladi. U oilaninki oqibatidan so'z etish mumkin emas. Har bir oilaninki baxtsizligi xilma-xil bo'ladi. Tolstoy buni Anna Karenina degan romanninki birinchi qurdi degan. Baxtli oilalarninki baxtli bo'lishining siri bir degan.
baxtsiz oilalarning baxtsiz bo'lishining omillari mingilgan degan. Shunga bu baxtsiz oilalarning, buzilgan oilalarning sabablarini biz tushunmaymiz, ammo buzilgan oilalarning ko'pligi bo'ytaqlar qo'shinining ko'pligi bizni endishiga soladi. Hamda u Tolstoy o'tirib qo'ygan baxtlik oilalarningki baxtli bo'lishining siri nima deganda, u birla degan. U bo'lsin qanoat. Shu oilaga va'da qilib, nikohga va'da degan gap. Bu ilohiy va'da bu. Va'da ahdi qilishib, oilaga kirgan keyin jafo, mushaqqat, huzur, halovat hammani teng ko'rish, bu oiladagi duch kelgan masalalarni teng hal qilish mush oila qurg'uvchilarningki muqaddas burch. Bu bosh tortib bo'lmaydigan burch. Ammo u yer bahramon bo'laman deb kirgandekligina bu oilaga meti tushdi, qurut tushdi degan gap. Niyat bo'lindi degan gap. Niyat durust emas degan gap. Shunga biz oilaga qadam olgan vaqtimizda bahramon bo'lishni birinchi o'ringa qo'ymay, beg'ishlab oila qurishni ibodat ruhni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Bu mushu Abdushukur ma'lumningki kitobidagi oila ingi masalasini ta'kidlashdiki, nayt muhim nuqta dal mushak berib chitildi. Agar inoq, baxtiyor bola tarbiyalashga muhiti mos keladigan bir go'zal oilani qura olgan er ayol bugungi kunda millatning qahramonlari dedim. Ular o'zlarining rasmini yo'g'ini to'p uyning to'riga esib qo'yish kerak. Bugungi kunda bir go'zal, sog'lom, ko'ngilli oilani qurib chiqish shunda mushkul bo'layotgan ahvolda, shundoq bir go'zal, muqaddas, ko'ngilli oilani qura olgan erlar ayolni nima qilib milliy qahramon demaydi ekanmiz. Chunki bir oilaning vayron bo'lishi yoki turkum oilaning vayron bo'lishi butkul bir xalqningki, bir millatning oxirgi vayronchiligini keltirib chiqardi degan gapni biz bayatdan shunda ko'p deyishdik. Mushunda ahvolda bir millatning mavjudligiga, jamiyatning sog'lomligiga va inoqligiga to'hfa qo'shadigan bir go'zal oilani qurgan erlar ayol cho'qim bugungi kunda shu jamiyatning, shu millatning qahramonlari bo'lishiga munosib deb qarayman. Oila ijtimoiy baxt, saodat yoki turmush parakandachiligi aks etadigan markaz halq ekan. Kishilikning butun utuqlari, jumladan har bir shaxsningki butun muvaffaqiyatlari. Oxirgi hisobda mayli u podshoh bo'lsin yoki fuqaro bo'lsin, mayli u sangun bo'lsin yoki askar bo'lsin, qandaqdir o'rda taqdirda janggohlarda emas, oilada insoniy baxt, saodat bilan shundaqla iftixor, baxtningki qimmati julolindi ekan. Buni qaraganda oilaningki yadroliq roli, oilaningki funksiyalik roli, oilaningki millatni qo'yib chiqadigan qiritliq roli yanala oila bilan zich bog'langan ham oila bilan to'mirdosh, nasldosh, tiniqdosh bo'lib ketgan ekan. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Abdushukur Muhammad Emin apandining Oila nomli kitobi hammamizning oila engining shakllanishiga turtki bo'lg'ay. Xayr xo'sh.